Har kuni tushimda karis qaynonamga olivye salatini qilib berayotganimni ko'rganim uchun ha mayli bugun aniq qilib beraman deb qarasam, uyimizda masalliq yo'q ekan. Shuning uchun erta turib O'zbekiston kolbasalarini olib kelishga qo'shni qishloqqa gerovimi qilamiz. Ko'chada -10 gradus bo'lsa ham ertalabdan cho'milishga balo bormikin? Mana nima uchun betim bilan bo'ynim oqarib ketgan. Tentakka o'xshab yoshligimda sochimni rosa bo'yagan ekanman, hozir esa siyraklashib ketgan, shuning uchun kalga oldiraymikin deb o'ylanib turibman. PG50 SPF ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsanglar ko'rib olinglar. Bu yuzinglardagi har xil dog'larni yo'qotadi va quyosh nuridan saqlab turadi. Ko'p qizlarni nozik joyi bu baqbaqasi. Menga o'xshab baqbaqali qizlar bormisizlar? Mana shu masajli krem osilib qolgan tomoq, oyoq, son, ko't hamma joydagi yog'larni eritib berar ekan. Buni ishlatishni yaqindan boshladim, uje qaranglar baqbaqam ancha yo'qoldi. Agar sizga ham xuddi shu masajli krem kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Mana nimaga o'zbek ovqatlari va salatlarni kam qilaman, chunki masalliq olib kelish uchun 2 soat yo'l kezib, qo'shni mahallaga borib kelish kerak. Sizlarni ham mana shu trend joninglarga tegdimi? Ketishdan oldin reklamaga kelgan narsalarni pochtaga borib qaytadan jo'natib yuboramiz. Agar kim menga reklamaga narsa jo'natib yubormoqchi bo'lsa, adminimga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va bu ajoyib tilaklarni dadam sizlar uchun jo'natib yuboribdi. Sizlarni ham har kuni har xil videolar tashab turadigan do'stingiz bormi? Meni o'sha do'stim dadam bo'ladi. Joningdan yaxshi borib keling deb meni qaynukam kuzatib yorishini qaranglar. Nimaga qaynukam deyapsiz deb ko'pchilik qiziqishi mumkin. Bu itvachchamiz qaynonamning eng kichkina o'g'li bo'ladi. Seulda atigi 1-2 soat qor yog'di, lekin uje shunchalik yerlar muzlab qolibdi. Posilkani pochtaxonaga olib borguncha o'zi ham 2 marta sirg'anib yiqilib tushdim. Va nihoyat posilkani jo'natib olib, do'ngdimunga borib, olivyega kerak bo'lgan hamma masalliqlarni ko'tarib keldim. Sizlar uchun 2 minutli video, men uchun 5 soatli ish bo'ldi. Soatga qarasam, uje o'g'lim olib keladigan vaqt ham bo'lib qopti.